Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videoda biz matematikada hamma qiynaladigan mavzular haqida gaplashamiz. Matematikada hamma qiynaladigan mavzular bular progressiya, integral, hosila, trigonometriya bo'limi va asosiy hamma qiynaladigan bo'lim bu geometriya va geometriyaning astronometriya bo'limi hisoblanadi. Nima uchun bu bo'limlarda hamma qiynaladi? Matematikani boshqa mavzulari, kvadrat tenglama, tengsizlik mavzulari juda ham oson tuyuladi. Lekin geometriya va trigonometriya, integral hosillar juda qiyin. Sababi bunda yodlaydigan narsalar bor. Trigonometriyada ham yodlaydigan formulalar bo'ladi. Integral, hosilalar jadvali va geometriyada ham yodlaydigan formulalar bor. Shuning hisobiga geometriyani o'rganish sal murakkab hisoblanadi. Va uni oson o'rganishning usullari bor. Masalalar ishlash kerak, ko'proq o'z ustida ishlab, misollarni shunga o'xshash mavzuga doir ko'proq formulaga tushadigan misollar tuzib, uni ishlash kerak. Shundagina matematikani bu bo'limlari ham sizga oson tuyula boshlaydi. Matematika va fizikani oson o'rganmoqchi bo'lsangiz, meni Fazliddinov Diyorbekni onlayn kurslarimga qatnashishingiz mumkin. Meni video darslarimdan namunalarni YouTube ijtimoiy tarmog'ida ham ko'rishingiz mumkin. YouTube'da Fazliddinov Diyorbek deb yozsangiz, video darslarimdan namunalarni ko'rishingiz mumkin. Agar darslarim ma'qul bo'lsa, tushuna olsangiz, mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilib, onlayn kurslarimga qatnashishingiz mumkin. Matematikani va fizikani sizlarga oson va tezda o'rgatib, o'zlaringiz istagan natijaga imtihonga tayyorlanishingizga yordam beraman. Milliy sertifikatga, attestatsiyaga, oliy o'quv yurtiga kirish uchun va Prezident maktabiga qisqa muddatlar ichida fizika va matematikadan tayyorlanishingiz mumkin. Kurslar haqida batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.